Hop, hazırlashdim va hammaga salom. Sizlar bilan Floki va yangi videoda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Floki nimalar qilyapsiz desanglar, men 13-qishloqqa kelyapman, ya'ni Jitel do'stimning oldiga. Yangi kanal, yangi videoga xush kelibsizlar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib, komment ham yozib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa tun bo'lsa ham hozir ana bu quyuq deydimi, xullas qalin o'rmondan o'tib 13-qishloqqa keldim. Nega desangiz, Jitel meni chaqirdi, ya'ni mer do'stim, mening do'stim bo'ladi. Mer bu qishloqning meri va u menga Floki bizda zombilarga o'xshagan nimalardir chiqyapti, bizga yordam kerak deb chaqirdi. Lekin men yo'lda umuman zombi ko'rmadim. Xo'p, mayli. Salom do'stim, mer Jitel qalaysan? Floki keldingmi? Qandaysan do'stim? Yaxshi, yaxshi, rahmat. Video olyapsanmi? Albatta, axir bu ikkalamizni kanalimiz. Ajoyib. Salom obunachilar. Senga salom aytishadi albatta kommentariyada. Albatta obunachilar, Merjitelga salom aytib qo'ying va zombi qanaqadir nimadirlar bor deding, lekin yo'lda hech bir uchramadi. Xullas, u har kuni kelmayapti. Qandaydir qo'rqinchli narsa. To'g'risi bilmayman, zombi deb o'ylayapman. Tushunarli. Mayli, unda men uyga joylashaveraymi? Ha, qishloq chekkasidagi qora uyga joylashing mumkin. U uy oldin kimniki edi? O'lgan Jitelniki. Yo'qmi-yo'q, nima deyapsan? Hazil. Bo'sh edi uy. Joylashaver. Okey, mayli. Xo'p, obunachilar juda ham qattiq hazil qiladi, mayli. Mana bu uyga joylashaver dedi. Okey. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Hozircha oy juda ham chiroyli va hech qanday zombi va kasallanganlar ko'rinmadi. Hattoki qo'rqinchli nimadirni qorasi ham ko'ringani yo'q obunachilar. Shuning uchun menimcha bugun bemalol dam olsak kerak. Kim biladi, balki ertaga nimadir bo'lar menga. Ha, mayli. Ungacha sizlar like bosinglar va videoni ko'ringlar. Xo'p, men esa dam olaman. Fakelni olib qo'yamiz va uxlaymiz. Floki. Yo'q, nima bo'ldi? Ha, nima? Ortimdan yur, senga bir narsa ko'rsataman. Nima ko'rsatasan? Yur, tez. Okey, shuncha nimaga buncha vahima qilasan, ey? Uxlab yotgan joyimdan odamni cho'chitib nima bo'ldi? Mana buni qara. Nima bu? Yo'q. Bu qayerdan keldi? Bilmadim, xullas tutib olishdi. Buni bilmadim, kasallangan. Yur, xonamda tushuntiraman. Mayli, yura qol. Xo'p. Obunachilar, bu kasallangan. Bilyapti obunachilarim ham. Yo'q, eshikni yopib qo'yman. Nima bo'ldi? Qayerdan tutib olishdi bu? Kim? Qaysi Jitel? Qanaqasiga bu bunaqa bo'lib qoldi? Hech narsani bilmayman. Shunchaki buni tutib olishibdi va shu yerga qamab qo'yishibdi. Xullas, sen bunga yordam berishing kerak. Aytgandima kasallanganlar bor deb. Albatta, lekin qanaqa yordam? Xullas, o'rmonda bitta tabib yashaydi. O'sha tabibga borib, vaksina olib kelishing kerak. Tabib? Ha, o'shani oldiga borib, vaksina tayyorlattirib kelmasang, u o'ladi va virus butun qishloqni qamrab oladi. Yo'q, sen haqsan. Men borishim kerak. Albatta, bor, yaxshilab so'ra. Vaksina olib kelishing shart. Okey. Yo'q. Obunachilar, ko'rdingizmi? Yuring, yaqindan ko'rsataman yana. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu haqiqiy kasallangan. Yo'q. Ay. Jiyan ursin. Yomon urdi. Ha, mayli, hech kim bilmasin. Hech kim bilmagani yaxshi. Biz esa o'rmonga yo'l olamiz. Keling, sabzi yeb olsam, hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Aha, ketdik. Mayli. Ungacha sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariya ham juda muhim. Hamma kommentariyalarni o'qiyman albatta. Xo'p. Mana shu yaqin atrofda bo'lish kerak. Mayli, yur.
Yura qolinglar, topamiz. Lekin qo'rqib ketdim boya zombi, ya'ni kasallangan urganda. Ah, mayli ketdik. Xo'p, obunachilar, mening oyog'im birozgina og'riyapti va sezayotgan bo'lsangiz sekinroq yuribman. Va mana bu sho'rvaga qo'shilgan vaksinalar ekan. Buni menga tabib berdi va ahvolimni ko'rib mana bunday narsa ham berdi. Ya'ni buni ishlatsang, yaxshi bo'lib qolasan, ko'rmagandek bo'lasan dedi. Ham mayli, buni ham ishlatib ko'ramiz. Undan oldin esa mana bu vaksinalarni janob merga, ya'ni do'stimga olib borib berishim shart. Hozir bitta anavini davolashadi va 3 tasi zapas, ya'ni ortiqcha olib kelyapman. Yana kimdirlar kasal bo'lib qolsa beraman deb tezroq borish kerak obunachilar. Cho'ta men mazam qochyapti. Ha mayli. Yura qoling, mayli, ajoyib. Va mer, men keldim xullas, mana vaksinalarni olib keldim. Ajoyib. Bera qol. Mana. Nima bo'ldi? Hech nima. Qolgan 3 tasi menda turaversinmi? Ha, senda turaversin. Yana nimadir bo'lsa senga aytamiz. Okey. Xo'p, mayli, men ketdim. Hey, Nima? nimadir bo'ldimi? Yo'q, hech nima bo'lmadi. Hammasi yaxshi. Agar unga zombi tishlab olganini yoki mayli, tishlamadi-ku, lekin agar meni zombi urganini unga aytsam, u meni ham zombi deb o'ylab qolishligi mumkin. Shunga aytgim kelmayapti. Kelinglar, mana buni ishlatib ko'ramiz va har ehtimolga qarshi bitta vaksina, yo'q, vaksina shart emas. Yaxshi, men ancha yaxshi bo'lib qoldim va obunachilar, endi nima desam ekan, biroz dam olishimiz kerak, keyin ishlarimizni qilamiz. Shunaqa gaplar. Xo'p, obunachilar, endi biroz dam olib olgandan so'ng ishlarimni tezroq qilishim kerak va nima desam ekan, hosilni tezroq yig'ib olishim kerak. Bo'lmasa bu hosil ham kasallanishi mumkin. Axir virus tarqalib, kasallanish kuzatildi bizning qishloqda. Shuning uchun hosilni yig'ib va qaytadan yana ekib qo'yishim kerak. Shunaqa gaplar obunachilar. Sizlarda nima gap? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Yangi videolarni sog'inganlar bo'lsa plus yozing, agar sog'inmaganlar bo'lsa chiqib ketavering videodan. Xo'p, mayli, hazillashdim. Ajoyib, juda ham tez yig'ib tashladim va endi tez ekib tashlash kerak. Xo'p, ajoyib, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas va yana yig'ib tashlaymiz. 1 2 3 ketdi. Gap yo'q. Juda ham tez. Mana maqtov uchun rahmat deb qo'yaymi o'zimga. Ha mayli. Hozir hammasini ekib tashlaymiz, ekamiz. Va shu tariqa nima desam ekan, davom ettirishimiz kerak ishimizni. Va obunachilar, hamma yig'ilgan hosilni, ya'ni mana bu yer va ana bu yerdan yig'ilgan hosilni mana shu quduqqa tashlaymiz. Otib yuborsa ham bo'lar ekan. Keling, mana bu yerga otib ko'ramiz. Juda ham ajoyib, lekin yeydigan narsani otish yaxshi emas. Shuning uchun hammasini mana shu yerga tashlaymiz. Ajoyib, kelinglar, bitta qilib mana shuni tashlab yuboramiz va bo'ldi. Qolgani o'zimda turishi kerak. Xo'p. Bu yerga nimaga tashladim? Chunki bu yerda tursa achib yomon bo'lib qolmaydi. Shunaqa gaplar. Va endi nima qilamiz? Endi Mark yo'q-ku bu yerda. Mark ketgan edi. Mark mana bu uyda yashaydi. Agar tanisangiz kerak, menimcha Markni tanimasangiz, birinchi kanalimga o'tib, videolarni ko'rsangiz tanib olishingiz aniq. Afsuski, hozir bizning yonimizda yo'q, u safarga ketgan va keling merga aytib qo'yamiz, ya'ni biz ishimizni tugatdik deb. Xo'p. Albatta zombi yo'q degan umiddaman. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom Floki, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Xullas, nima deydi? Men ishlarimni tugatdim va zombilar yo'qmi? Nima desam ekan, zombilar bor. Qayerda? Yana bittasi kasallandi va uni ham qamab qo'ydik. Unda vaksina beraymi sizga?
Ha, lekin ahvol og'irga o'xshaydi. Nega? Nima bo'ldi? Xullas, bu jejalar bekorga kasal bo'lishmayapti. Mening fikrimcha, qishloqdagi suv zaharlangan. Yo-mayo. Men axir hamma yig'gan anaqalarimni suvga tashladim-ku. Afsus, u ham menimcha kasallangan edi. Ha, mayli. Nima ham derdik, ularda yemaslik kerak. Nima qilamiz endi? Oziq-ovqat bizda juda ham kam. Ana bu yerdagi suvimiz zaharlanganmi, shunda kasallanganmi? Ha, qishlog'idagi hammasi kasallangan. Nima qilishni tavsiya qilasiz? Asosiy quduqni bo'shatib, qayta to'ldirish kerak. Okey. Va keyingi qismda, nima desam ekan, suv olib kelaman. Ya'ni katta mashinada bizning qishloqqa suv olib kelishadi. Tushunarli chaqirtirasiz, to'g'rimi? Ha, keyingi qismda faqat. Okey. Keyingi qism uchun nechta like so'raymiz? Kela qol 100 ta like. Mayli obunachilar, atigi 100 ta like evaziga keyingi qismni ko'rishingiz mumkin va like bosib kommentariy yozsangiz, like'lar tezroq yig'iladi. Va obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Keyingi qismda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Sizlar bilan Floki bo'ldi va qishloq, ya'ni Jetel bo'ldi. Xayr, hammaga obunachilar, bizning qishloqda hali quyosh charaqlaydi. Albatta, mayli. Hammaga xayr.